sportsmen o'zini himoya qilish maqsadida kimgadir misol uchun ursa yoki nimadir qo'l tegib ketsa, hatto jarohat olsa, bu jinoyatga kiradimi yo'qmi? Endi qarang, bitta savolingiz ichida ikkita savol berib ketyapsiz-da. O'zini himoya qilgan holatda ursa yoki qanaqadir bir qo'li tegib ketib qolsa bo'lsa. Bu ikki xil narsa. Himoya qilish maqsadi ham, uni ham o'zini bir belgilangan normalari bor. Ya'ni himoya qilinayotgan paytida o'zi unga misol uchun bo'layotgan tahdid orqasidan deylik oddiy bir holat, misol uchun siz bilan meni farqim bor-da. Misol uchun siz 70 kilosiz, men 120 kiloman. Misol uchun deylik. Men o'zimni himoya qilish maqsadida sizni urishim bu sal noto'g'riroq. Men o'zimni himoya qilgan holatda sizni zararlantirishim kerak. Lekin agar teskari bo'ladigan bo'lsak, men 70 kiloysiz, siz 120 kilo bo'ladigan bo'lsangiz, unda men sizga tan jarohati yetkazib qo'ysam, ana u holatda o'zimni himoya qilish maqsadida sizga tan jarohati yetkazgan bo'lishim mumkin. Boyaga ikkinchi savolingiz qo'li tegib ketib qolsa degan holati bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bu jinoyat kodeksi ham bor, ehtiyotsizlik oqibatida qasddan badanga tan jarohati yetkazish. U bo'yicha ham javobgar bo'ladi. Sportsmen ham javobgar bo'ladi. Sportsmen ham javobgar bo'ladi. Yaqinda mana tumanning qaysi tumanligini aytmayman. Bitta holat bo'yicha shunaqa bo'ldi. Haqiqatda sportsmen bola ikkita odam urushib ketgan natijasida bular endi kakani aqrana sifat bolalar bo'lganda, u bolalar. Ajratayotgan paytida gapiga quloq solmasdan turib, davom ettirgandan keyin haligi bola bir tarsaki urgan. Shu urgan tarsaki natijasida haligi odam og'ir tan jarohati oldi. Sportsmen javobgar bo'ldi baribir.